Sport xabarlarida davom etamiz. Andijon shahrida O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Sport vazirligining qo'shma qaroriga asosan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sog'liqni saqlash xodimlari o'rtasida sog' tanda sifatli tibbiyot shiori ostida o'tkaziladigan sport musobaqalarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Kasaba uyushmasi kubogi uchun o'tkazilayotgan sport musobaqasida Andijon shahrida sog'liqni saqlash tizimida ishlab kelayotgan 3,5 ming nafar tibbiyot xodimlarini qamrab olish maqsad etilgan. Spartakiyadan ochilishi avvalida so'z olgan mutasaddi rahbarlar jismoniy tarbiya va sportni keng targ'ib etish, soha xodimlarini muntazam sport bilan shug'ullanishga jalb etish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda sport infratuzilmasini yanada rivojlantirish asosiy maqsad ekanligini ta'kidladilar. Sport musobaqasi tibbiyot muassasalari xodimlarining jismoniy faolligini oshirishda hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etishi aytib o'tildi. Bellashuvlarda esa ishtirokchilarga yuksak natijalarni qo'lga kiritishlariga ishonch bildirildi. Aytish kerak, tibbiyot xodimlari musobaqada sportning stol tennisi, shaxmat shashka, voleybol hamda mini futbol turlari bo'yicha o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazadilar. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi kubogi uchun mana tibbiyot sohasida umuman mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlari o'rtasida sog'lom tanda, sog'lom tibbiyot shiori ostida sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Bu musobaqa butun viloyatimiz bo'yicha hamma tuman shaharlardagi yirik tashkilotlarda bugungi kunda o'tkazilmoqda. Sportning futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat, shashka turlari bo'yicha tibbiyot xodimlari o'zaro bahslashadilar. Bugungi musobaqada hamma ishtirokchilarga kuch-quvvat tilaymiz. Ochilish marosimidan so'ng o'yinlarga start berildi. Yakka bahslarda ishtirokchilar stol tennisi, shaxmat shashka bo'yicha kuch sinasa, jamoaviy bahslarda voleybol va mini futbolda o'z iqtidorlarini namoyish etadilar. Kun davomida o'tkazilishi belgilangan bellashuvlar natijalariga qarab, yakunda g'oliblar qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadilar.